Shu sovg'alarni do'konga kelib, tekinga olib ketishingiz mumkin. Hurmatli sportchi aka-ukalarimizga katta yengilligimiz bor. Bir 10-15 kun ishlamadi, do'konimiz yopiq turdi. Shunga katta yengilligimiz bor va sovg'alarimiz ham bor. Videoni o'tkazib yubormay turinglar, oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga ungacha adresni tushuntirib o'taman. Manzilimiz 5 tali arkadan kirganda Titanikka podolida joylashgan. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, tushuntiramiz sizlarga manzilni. Zinadan pastga tushiladi. Birinchi darajdan pastga tushib kelinganda chapga qarab yuriladi. Mana bu yerda do'konimiz S93 bo'ladi. Hop, mana katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Joyimiz oldin mana bitta 92 do'kon deydi, S92 deydi. Hozir S93-magazinga o'tdi va kattalashtirib yubordi. Ichida xudo xolasa assortimentlar juda katta. Boksyor aka-ukalarimiz kelsa, boksyor narsalar, futbolist ukalarimiz kelsa, futbol kopto, varatar perjatga, getri, shitok hammasi bor. Zalga chiqib shug'ullanadigan aka-ukalarimiz kelsa, pitaniyalar, ular sportga doir hamma narsani do'konimizda jamlab qo'ydik. Qo'ldan kelgancha kevrasizlar, qo'ldan kelgancha arzon narxlarda qilib beramiz. Videoni boshida aytgan edik, sovg'amiz bordi. Men sizlarni sovg'alar bilan tanishtiraman. Sport zallar bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun kreatin, yaxshi kreatin 500 grammlik, futbol bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz uchun kopto, boks bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz uchun boksyorskiy perchatka. Sovg'ani yutib olish shartlari kommentariyaga 5 ta do'stingizni belgilaysiz, like bosasiz, bizga podpiska bo'lib qo'yasiz. Shu sovg'alarni 30-yanvar kuni yutib olishingiz mumkin.